Stullarda optim eng arzon joyga yetib kelganmiz do'stlar. Qaranglar, mana shu ko'rib turgan stullar endi 100 ming so'm, 100 ming, mana bularni 150 mingdan qilib berar ekan. Ratallar kerak deydiganlarga 250 ming so'mdan qilib berar ekan. Ko'rib turganlaringdek cheklanmagan miqdorda bor, 10 xildan oshiq fasollarimiz bor deyapti. Xohlasangiz xuddi shunday stul oling, xohlasangiz ratan stullargacha bor ekan. Ko'rib turganlaringdek kromkalari ham qo'lda bosilmagan, original o'zi zavodskiy bo'lar ekan. Bemalol mo'yshi yuvib ishlatsangiz bo'laveradigan bo'lar ekan. Xo'p, bularimizni narx-navosi nechta bo'lyapti, qanaqa materiallarda ishlatilyapti deganlar uchun to'liq ma'lumotni ustakamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Anjon aka, Keldingiz aka. Yaxshimisiz? Rahmat aka. Xo'p, aka, stullarimizni xo'p, qaysidan boshlasak bo'ladi? Aka, boshlayveramiz aka. qator ma'lumot bersangiz. Bu qanaqa material ishlatilgan? Bularimiz aka turbasi 08 pilisoy deyiladi. Materialimiz mo'yshi material aka. Yomg'irda qolib ketsa ham, tog' bo'lsa ham yuvib, artib ishlatsa ham bo'laveradi aka, xudo xolasa. Yomg'irda qolib ketsa ham hech nima qilmaydi. Hech nima qilmaydi aka, bu xudo xolasa. Kraskalarimiz-chi? Kraskalarimiz parashkovoy kraska deyiladi aka, ko'chmaydi, qirilmaydi xudo xolasa. Parashkovoy kraska. Ko'chmaydi. Mana kronkalari-chi, mana ular. Bularimiz zavodskiy laminat, zavodskiy kromka bo'ladi aka, xudo xolasa. Ya'ni ko'chib ketmaydi-da bular, haligi ba'zilari qo'lda bosilsa ko'chib ketadi-da. Ha, ular qo'lda bosilsa, bular xudo xolasa ancha xizmat qiladi aka. Bularimiz ham mo'yshi bo'ladi, ular ham. Ular ham mo'yshi bemalol yuvib artib. Aha, bemalol yuvib artib ishlasa bo'laveradi aka. Xo'p, bularimiz qanaqa endi? Bularimiz ham xuddi shunaqa, bu laminatlarimiz shunaqa, bu materiallarimiz ham xuddi mo'yshi materialimiz. Buni ham bemalol yuvib ishlatsa artsa bo'laveradi aka. Bundan tashqari o'tirishi ham juda ham qulay ekan. O'tirishi ham juda qulay. Yayilib o'tirsa ham bo'laveradigan ekan. Shunaqa. Xo'p, bularimiz qanaqa? Xuddi shuni rangi boshqachasi ekan. Ha, rangi boshqachasi aka bularimiz. Rangidan muammo yo'q, xohlagan rangidan. Xohlagan rangini xudo xolasa chiqarib beraveramiz. Zo'r, xo'p do'stlar, bular ham xuddi shunaqa bu kombinatsiya bo'lgan ekan, xuddi shuni kombinatsiya qilishgan ekan stullari. Xo'p, bundan tashqari xo'p, yana qaysi modellarimiz bor endi? Ratan stullarimiz bor aka, dekafasonlarimiz. Bundan tashqari qaranglar, 6 tali deysizlarmi, 8 tali deysizlarmi, bemalol bor. 6 tali, 4 talidan boshlab turib, nechta desa zakazga qarab 12 tali umist ketaveradi aka. Ketaveradi. Oilaviy odamlaring nechta bo'ladigan bo'lsa, aytgan nimalaringdan qilib berishaveradi. Alohida donaga ham sotilaveradi aka. Donaga ham sotilaveradi aka. Bemalol donaga olaman desalar, bunisini donaga ham beraveradi. Xoni kerak desalar, xonini ham qilib beradi. Ratallarimiz-chi aka, ratallarimiz. Ratallarimiz dekofason deyiladi aka, xudo xolasa, qo'lda to'qilgan. Zish to'qilgan aka, materiallari yaxshidan aka. Ichida bular temiri anchagina baho. Buni temiriga ham kraska sepilgan ekan. Aha, temiriga ham poni kraska sepilgan ekan, xudo xolasa. Temiri ko'rinmayapti, lekin mana shu joyda ko'ringani hisobiga ana qaranglar. Uchi kraskasigacha sepib qo'yilgan ekan. Xo'p. Bular aynaylari nimami? Aynalari kalyonli oyna deyiladi aka, xudo xolasa. Sinmaydigandan, ha, oltiga bir sinmaydigan oynani. O'zi ustiga chiqib yugurib ham ko'rganmiz, ko'rgan bo'lsalarni. Izabella fasollarimizdan ham bormi? Aha, Izabella fasonimiz ichkarida bor aka. Izabella fasollar do'stlar, bu tomonda Izabella fasollar. Bularni ham rangidan muammo yo'q. Rangidan muammo yo'q, xudo xolasa chiqarib beraveramiz. Oq, karishnovoy, cho'ki, nima desa chiqarib beraveramiz. Izabella fasonimiz ko'rib turganingiz anchagina zich to'qilgan bo'ladi do'stlar. Zich to'qilgan hisobiga baquvvat bo'ladi. Bular ham mo'yshi. Bularimiz ham mo'yshi bo'ladi. Xo'p. Bulardan ham nechta bo'lsa chiqarib beramiz. Ha, nechta bo'lsa chiqarib beramiz. 4 tali, 6 tali ekan bular. 8 tali farqi yo'q ekan uni. Ha, juda ham zo'r. Endi aka bularimizni narx-navosi qanaqa? Izabelladan boshlayveraylik. Izabellamiz aka 6 kishiligi 5 million 500 ming so'm, 8 kishiligi 6 million 500 ming so'm aka. Buni 4 kishiligi yo'qmi buni? 4 kishiligi zakasini ham qo'yib Xudo xolasa 4 kishiligi desalarni 4 kishilik ham qilib berishaveradi. Rangidan muammo yo'q. Xohlasalarni kombinatsiya ham qilib beraverasizlar. Aytaylik, qoraga mash rangda kombinatsiya qilib turib qilib beraveramiz aka. Qilib beraveradi. U ham juda zakazga qarab turib. Xo'p, dekorlarimiz qanaqa endi? Dekorlarimiz narxlari aka, narxlari xudo xolasa 6 ga bir fasonimiz 2 million 300 ming so'm. Ha, 4 talimiz bor. Ularimiz 1 million 700 ming so'm chiqadi. 1 million 700 ming. Aha, 8 taligimiz bor. Bularimiz narxi 3 million 300 ming so'm chiqadi aka. 3 million 300 ming so'm. Do'stlar qaranglar, rangini ham eski assotsiatsiya tovarbaz yaltillab turishini qaranglar. Mo'yshi bemalol yuvib ishlatsangiz bo'laveradi. Aynalari ham o'sha kalyonni ayna. Hammasiga kalyonni ayna qo'yganlar, kalyonni qo'yiladi. Tasavvursiz ham sinmaydigan bo'ladi do'stlar, xudo xolasa. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Bundan tashqari xo'p. Bu stullarimiz-chi aka? Mana bularimizni narx-navosi qanaqa endi buni? Bularimiz 8 taligi 4 taligi 550 ming so'm, 6 taligi 740 ming so'm, 8 taligi 1 million so'm chiqadi aka. 550 ming so'mdan yuqoriga qarab ketaverar ekan-da do'stlar, qaranglar. Mana shu narsasiga e'tibor beringlar. Qo'lda ham ko'chmaydi, chiqib ketmaydi, zavodskiy bo'ladi, apparatda bosilgan bo'ladi do'stlar. Xo'p, stulimiz mana shu chekkadagi boshqacharoq ekan-a? Ha, u lola fasonimiz deyiladi aka. Bu ham narxlari xuddi shunaqa bir xil bo'ladi. Ha, bularimiz ham o'sha narxlari bir xil bo'ladi. Bularda ham o'sha donaga olaman desa
stoli alohida donaga olaman ham kelib olib ketishlari mumkin, dastavka ham qilib beraveradi. Qilib beraveramiz aka. Dastavkalarimiz qanaqa bo'ladi? Narxni ichiga kirib ketadimi yoki alohida bo'ladimi? Alohida bo'ladi aka dastavkalarimiz. Dastavkalar alohida Kelishilgan bo'ladi. holat. Dastavkalar kelishilgan holat. Dastavkasini misol o'zi qilib olmaydi-da, yo'l mashinasini topib berasiz, jo'natib yuborasiz, yo'l kirasini o'zi olib oladi. Yo'l kirasini berib oladi. qabul qilgandan keyin olib oladi aka. Juda ham zo'r. Kechalarimiz- Mashina oqtarib yurmaysizlar do'stlar. Bemalol nima qiladigan bo'lsalaring, o'sha telefon qiladigan bo'lsalaring, mashinasini toptirib chiqarib yuborishadi. Bundan tashqari, kachalaylar kerak deydiganlarga, kachalaylari ham qaranglar. Cheklanmagan miqdorda bor. U bonusiga mashina narsasini qo'shib berasizlar. Yostiqchalarni qo'shib beramiz aka. Yostiqchalarni ham qaranglar, mana bu anchagina qalin ekan do'stlar. Materialdan ayashmagan ekan. Bularimiz narxi qanaqa endi? Bularimizdagi 2 ga 1 kachalik deyiladi. Aha. 2 kishilik kachaligimiz narxi 1 million 700 ming so'm chiqadi. 1 million 700 ming so'm chiqadi. Necha kilo ko'taradi bu? Bu 200 kilo 250 kilocha ko'taradi aka. 200 kilo 250 kilo ko'taraveradi. Do'stlar cheklan. Bir kishilik desa, bir kishilik ham qilib beraverasizlarmi? Bir kishiliklari ham bormi? Bir kishiliklar bor aka, bir kishilar kishiliklari ham zakazga bor. ko'proq Bir kishiliklari zakaz asosida chiqaveradi. Zakaz qiladigan bo'lsa, bir kishilikni ham qilib beraverasiz. Qilib beramiz, Bularimiz ham xudo dastavkasi xohlasa. kelishilgan holatda. Albatta. Dastavkalari kelishilgan holatda do'stlar, bemalol ekranda nomer qoldiraman, aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, hop O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beradilar, xudo xolasa kelishilgan holatda. Manzilimiz qayerda? Manzilimizni aytsangiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvoyda tumanida aka. Buvoyda tumani. Arentir-chi aka? Arentir bu yoq taraf Buvoydadan kelish, bu yoq taraf sentrdan kelish aka. Bu tomon Buvoydadan kelish, ha? Aha. Bu tomon Buvoydadan kelish. Bu tomon nima? Yangi Qo'rg'ondan kelish aka bu taraf. Qo'rg'ondan kelish. Buvoydadan kelishingizda o'ng qo'lda, Yangi Qo'rg'ondan kelishingizda chap qo'lda, mana to'g'rilarda so'ri stollar bor ekan, so'rilar bor ekan, bemalol o'sha to'g'risida shu magazinni ko'rib eslab qolsalaring, xulos bemalol kelaverasiz. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib berishadi.